Umraga bormoqchimisiz yoki ota-onangizni umraga jo'natmoqchimisiz? Qiynalmasdan, qiyinchilikni ko'rmasdan, shundoq haram hududini o'zidan mehmonxona olib berishni xohlayapsizmi? Bunda sizga Centrum Holidays kompaniyasi premium paketlarini tavsiya qiladi. Siz premium paket olganingizdan keyin qanaqa afzalliklarga erishasiz? Birinchi yutug'ingiz O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri Madinaga reys bo'ladi. O'tda transfer xizmatlari Kia Carnival avtomobillarida kutib olib, sizni mehmonxonaga olib borib joylashtiradi. Madinada ibodatlarni qilib bo'lganingizdan keyin avtobusda emas, yana Kia Carnival mashinasiga o'tirib 450 km uzoqligiga Makkaga Kia Carnival avtomobillarida yengil olib borib qo'yishadi. Dunyo bo'yicha top 10 taliga kiradigan Jumeirah mehmonxonasiga joylashadi. O'tda siz 70 metr uzoqlikda haram hududida maza qilib ibodatlarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Jumeirah mehmonxonasi tushunishingiz uchun dunyo bo'yicha premium segmentda top 10 talikda turadigan mehmonxona bo'lib, aynan shu ekranda ko'rib turgan mehmonxonangizga borib joylashasiz. Oke, ota-onam qiynalmasin desiz, maza qilib o'zim ham farzandlarim bilan borib kelaman desiz, bu paket aynan siz uchun. Qaytishda ham ko'pchilik Madina orqali qaytishadi, yana 450 km orqaga borishadi. Bizda esa to'g'ridan-to'g'ri reys bilan Jiddadan qaytish imkoniyatini ham qilib berishadi. Va 2 mahal ovqat, transfer, 50 bosh xizmatlari. Eng muhimi, katta bo'lmagan jamoada, ya'ni 20 kishilik bo'lgan gruppada xotirjam ibodatlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Pastki tugmani bosib, hoziroq ro'yxatdan o'ting.